Assalomu alaykum hammaga. Bugungi suhbatimizni boshlaymiz bo'lmasa hamma tayyor bo'lsa. Ovoz yaxshimi? Hammaga ovozimiz yetib boryaptimi? O'shani hozir bitta kommentariyda ham yozib qoldirsanglar. Hozir xabar tashladim, o'shanga bitta atib bersalar yaxshi bo'lardi. Ovoz yaxshi boryaptimi hammaga? Ovoz yaxshi. Uzilib kelyapti sal. Menimcha ozgina internetda muammo yoki sizda yoki bizda. Balandligi o'zi yetadi, hammaga yaxshi. Bo'ldi, boshlaymiz bo'lmasa. Zuhriddin aka, sizda mikrofon yoqilgan. Bemalol gapirsangiz bo'ladi. Hozir bitta kamerani to'g'rilab. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum Zuhriddin aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Rahmat, Xudoga shukr, yaxshi. Sizlar ham yaxshimi? Aka, rahmat, Xudoga shukr. Kamera yoqib gaplashish imkoni bormi? Da, bobo, hozir. Shunaqa qilsak zo'r bo'ladi. Mana. Assalomu alaykum. Yo'q. Assalomu alaykum. Yo'qoldimi? Yoqildi, bo'ldi, ko'ringiz. Bo'lmasa boshlaymiz. Ana oldi qochdi qilmasdan. Ismim Xudoyberdi. Hali siz bilan ham birinchi marta o'z gaplashib turibmiz, ko'rishib turibmiz. Ismim Xudoyberdi. Mana shu Just Grant loyihasini hozirgi kunda marketing otdel bo'yicha javobgar shaxs bo'laman. Ismim Xudoyberdi, familiyam Normurodov. Justda primерно rahmat 3 yildan beri ishlayman shu bo'yicha. Endi o'zingiz haqingizda ozgina gapirib bersangiz. Hamroqulov Zuhriddinman. Hozir 27 yoshdaman. Yaponiyaning Tokio shahrida. Xudoga shukr. 2 yil oldin, 2 yil bo'ldi. Shu Just orqali kelganmiz Osaka shaharga. Osakaga kelganmiz. Osakadan keyin mana endi hozir Tokioda o'qishni davom ettiryapmiz. Til kursini bitirib, endi bu yoqqa kattaroq o'qishga xudo xolasa davom ettiryapmiz. Qachon qaysi patogda ketgansiz Yaponiyaga? Lekin patok esimda yo'q, chunki biza kelishimiz kerak bo'lgan patok bir marta qoldirildi. Bilmadim qanaqa sabab. Men o'zim Rossiyada edim. Rossiyada o'sha ishlab yurgan paytim Telegramdan chiqib qolgan Just. Reklama chiqib qolgan. Shu juda qanaqa desam bo'ladi, yozilgan narsalar o'sha Yaponiya haqida, shu Yaponiyaga borasizmi, o'qishni xohlaysizmi, qanaqadir grantlar bor, keyin mana bunaqa sharoitlar bo'ladi, bunaqa bo'ladi degandan keyin o'sha Rossiyada bo'lgan paytim shu chetga chiqishim kerak, o'qishim kerak, nimadir qilishim kerak, masalan ishlayverib kelajak qurib bo'lmaydi degan ma'noda endi chiqib qolgandi, peshonani ko'zim oldidan chiqib qolgan bu Just. Aloqaga chiqqanman. Esmera degan qiz bor edi, Justda ishlaydigan, hozir ishlaydimi bilmayman. Shu Esmera bilan gaplashganman, keyin u kishi polniy tushuntirganlar menga, nima qilish kerak, qanaqa dokumentlar kerak, to'lov qanaqa bo'ladi. Men o'zim Rossiyada onlayn o'qishni boshlaganman shunaqa qilib. Yapon tilini onlayn o'rgangansiz yo'qda? Endi just zo'r o'rganganman deb ayta olmayman, chunki xabarlaringiz bo'lsa kerak, Rossiyada
kamida 14 soat ishlardik biza. Kamida 14 soat, bo'lmasa 12-13 soat ishlardik. Rossiya bilan O'zbekistonni orasida Moskva bilan 2 soat razlika bor farqi soatda. Hozir Yaponiya bilan 4 soat bo'lsa, Rossiya bilan 2 soat. 2 soat razlika bor. O'shanda dars ertachi bo'lardi-da O'zbekistonda. Endi bolalar bilan kelishgan holda shunaqa bo'lgandi. Kimdir Dubayda edi, kimdir yana boshqa davlatda edi guruhda. O'shanga men sal ulgura olmasdim. Chunki uxlash vaqti qolmas edi menga. Ertalab soat 4 ta bo'lardi. Sahar 4 ta tursam agar O'zbekistonda 6 bo'lardi, men uspet qilardim. Lekin 4 ta turib uspet qilish qiyin edi menga, chunki 12 da ishdan kelardim. Lekin harakat qilib o'sha sensei bilan gaplashib, senseiga prям juda katta rahmat. Men tushunganlarda o'sha. Bo'ldi Zuhriddin, sizga bo'lmasa отдельно vaqtingiz bo'lgan payti mana bu zadaniyani topshirasiz. Keyin mana bunaqa qilasiz deb to'g'ri yo'lda ko'rsatganlar o'sha. Onlaynda ham qanaqadir bo'lsa ham natija bo'lgan ketgungacha ham, to'g'rimi? Yaponiya ketgungacha. Natija bo'lgan. Qaysi daraja bilan ketgansiz o'sha Yaponiyaga? Agar to'g'risini aytsam, darajam bo'lmagan mana. Daraja bo'lmagan, chunki daraja bo'lmaganiga sabab shu o'zim darsga qatnasha olmasligim. O'sha ish unaqa deb, ya'ni o'zim chet eldaman. O'zbekistonda bo'lsa ham O'zbekistonda uyda ish yo'q-ku. Primoy davay kiraman, dars qilaman deb qatnashasiz. Rossiyada unaqa bo'lmaganda, Rossiyada o'sha ishlayotgan paytim naushnikda shu yapon slovarlari katta boshlanishida eng qiyin narsa hammada mana shunaqa bo'lsa kerak. Katakana, hiragana, plus yana dabavkalari bor. O'sha juda qiyin-da. O'shalarni men голосовой qilib zapis qilib olganman-da. Telefonni o'ziga shu ishda, Rossiyada ishda povri bo'lib ishlardim. Kechqurun shef ketardi, kattalar ketardi, glavniy odamlar ketardi. Ular ketgandan keyin men naushnik ishlatsam bo'lardi-da. Meni hech kim urishmasdi. Naushnik tiqib olib, o'sha zapis qilgan so'zlarimni, zapis qilgan katakana bilan hiraganani qayta eshitaverardim deb qo'yib olib telefonni. O'shanaqa qilib harakat qilganman. Lekin suhbat bo'lgan, suhbatda yaxshi o'tganman. Ya'ni o'zimni juda zo'r demayman, lekin harakat qilsa, nimadirga dabitsa qilsa bo'ladi. Hozir so'raganim sababi ko'pchilik viloyatda bo'lishadi, ular onlayn o'qiy olamanmi, o'rgana olamanmi deganlar ham bor-da. Shuning uchun o'sha savolni berdim. O'sha onlaynda ham o'qisa bo'lar ekan, o'qigansiz. Rossiyada bo'lsa ham qancha ko'p ishlasa ham odam izlasa imkon topadi. Ish yo'q juda katta bo'lganda, shu Yaponiyaga boraman. O'sha imенно Shibuya chorrahasidan o'taman, Shinjukuga boraman degan narsalar bo'lganda, o'sha aylangan xayolda aylanavergan. Xudoga shukr, mana yuribmiz. Demak, Yaponiyaga ketish uchun birinchi o'rinda bo'lish kerak bo'lgan narsa ishtiyoq, keyin harakat. Shunaqa. Endi meni fikrim bo'yicha, masalan, любой narsaga erishmoqchi bo'lsangiz yoki любой joyga bormoqchi bo'lsangiz, ya'ni bu men o'zim fikrim. O'sha haqida o'ylab turmasangiz, masalan, siz qanaqadir lavozimda yaxshi natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, o'sha lavozimda o'tirib o'ylab ko'rishingiz kerak-da deb o'ylayman. To'g'ri. O'shanday qilsangiz, menimcha qanaqadir harakat boshlanadi-da o'sha bilan, o'sha lavozim bilan sizlar o'rtangizda. O'sha erishsiz menimcha tezroq bo'ladi deb o'ylayman. Endi bu hammasi Xudodan. Harakat qilsa bo'ladi. Xohlasa. Xo'p. Keyingi savollarga o'tib ketaveramiz. Xo'p. Keyingi savol. Hozir endi ko'proq boshida O'zbekistondagi bo'lgan holatda gaplashdik. Endi Yaponiyada ancha ko'p gaplashamiz. Birinchi o'rinda o'sha hamma qiziqadigan narsasi xarajati. Qanaqa bo'ladi xarajat? Yaponiyada yashash o'zbekistonliklar uchun o'sha kunlik, oylik nimalarga qancha ketadi? Tak, Yaponiyada yashash xarajatlari. Xarajatlar
обычно o'rtacha hisoblayman desangiz, xarajat unchalik ko'p emas. Agar yo'q, menga mana bunaqa emas, men bunaqa qilaman desangizga xarajat ko'payib ketaveradi-da. Odamning Umuman o'ziga ba'zi odamga o'sha kerak bo'ladigan xarajatlar necha pul ketadi, necha pul atrofida. O'sha o'qishga borish, o'qishdan chiqib ishga borish, ishdan chiqib uyga qaytish, kechqurungi ovqat, obed, ertalabki ovqati, xullas mana shunaqa. Bir ikkita o'ziga alohida bir kiyim olib olsa, o'sha ba'zi bo'ladigan xarajatlar bor-ku. Shular. O'zimniki aytsam bo'ladimi? O'zimniki qimmatda lekin. Mayli, aytavering. Chunki добавочный onlayn darslar, keyin boyagi narsalar ko'pmanda, shu uchun. Men o'zimda chunki Tokio bo'lganligi uchun ozgina qimmatroq. Keyin ko'proq ovqatni iloji boricha uyda qilib, saboy qilib olib ketish yaxshi ko'raman-da, lekin vaqtim yetmay qoladi. O'sha uchun sal qimmatroqqa tushib ketaman. Keyin yana plus sportzal yana darslar bor, plus unga ham pul ketib qoladi. O'rtasini olaman desangiz, mana bu sportzal bilan darslar kerak bo'lmasa, shunday o'zim yashayman, yeyman, boyagi o'zini ijara haqqi hammasini olaman desangiz agar, o'sha yashayotgan joyingizga qarab narxlar o'zgaradi. Chunki men Osakada yashagan paytim 3 man menga yetardi bir oyda. 3 man o'sha payt $300 desak, $250-300 bilan o'rtasi edi-da. $300 ham emas, 250 ham emas, 270 где-то shunaqa edi. Mana shu pul menga yetardi Osakada yashagan paytim. Chunki Osakaga tushgan paytimiz sentrdan ancha uzoqqa tushganmiz. U yoqdan Allohga ming qadar shukr deyman, O'zbekistonda turib men ish topganman-da Osakadan. Hali kelganimiz yo'q. Kelganimiz yo'q. Bizga o'sha vahim tushgandi-da, bu borgandan keyin nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, hozirdan ish topib qo'yish kerak, uy topib qo'yish kerak degan narsa tushgan. O'sha gruppani topganman, gruppadan yozganman. Boyagi hali ham Xudoga shukr deyman, shunaqa odamlar bor ekan, o'zbek akalar bor ekan. O'zi bilan yosh bola, aka bo'ldi, kelavering, uy ham bor, ish ham bor, hamma narsa bor deb aniq qo'ydi-da, boyagi ishontirib qo'ydi meni. Keldik. 4-midi? 7-aprel kuni keldik. 7-aprel kuni keldik, 9-aprel kuni ishga chiqib ketganmiz. Bir kun dam oldik, 9dan ishga chiqib ketganmiz. Osakada $270-300 ga yaqin xarajat qilardik. Hozir Tokioda biza narx ham boyagi kurs ham ancha oshgan. Где-то $600-700 men o'zimga ketib qoladi. Qarang, Osakada yashaganingizda $270 bu kvartira xarajati, borib kelish, hamma narsa kirgan ichiga. Ovqatlanish. Shunaqa. Chunki bir marta bozor qilib kelardik, bolalar bilan bitta borib kelardik. Gyeonbu degan supa bor, supermarket. Gyeonbu Xitoylarning bozori. Endi Xitoydan keladigan narsalar bozori, arzonroq bozor. O'sha yoqqa borardik. Bitta supermarketdan qilib kelgan bozorimiz kamida bir 15 kunga yetardi-da, chunki ovqat uyda edi-da. Ishimiz ko'pmasdi. Shu Tokioga kelib biz qanaqa ishlashimiz kerak, qanaqa summa qilishimiz kerak, qanaqa summada bo'lishi kerak degan narsalar keldi-da. Osakada unaqa narsa yo'q edi. Osakada shu mana shunaqa summa topsa yetadi bizga degan narsa bordi, bo'ldi. Zo'r. Qarang, yana keyingi savolga o'taman. Xo'p, qaysi ishlarda ishlaysiz necha pul daromad topasiz? Osakada hozir ikkita joyda o'qigansiz-ku, to'g'rimi? Ikkita shahar tajribasi bor bundoq olib qaraganda. Taqqoslash sifatida endi ko'rib aytsak bo'ladi. Osakada qanaqa ishlarda ishlab necha pul topgansiz? Tokioda hozir qanaqa ishlab necha pul topasiz? Osakada men kelgan paytim tilim yaxshi bo'lmaganligi uchun kombinaga ishga kira olmaganman. Menga aytishgan bor, Mesesuga bor. Mesesu birinchi shu suhbatdan o'tasiz, keyin ishga qabul qilinasiz.
Bor deyishgan, men aytganman, qanaqa boramiz? Hali yapon tilini bilmayman uncha. Hozir nima siz o'qigan narsangiz bilan bu yoqqa kelib yapon bilan gaplashsangiz, razница umuman katta-da. U odamning gapi boshqa, bu o'qigan narsangiz boshqa. Keyin menga yana mendan oldin kelgan bolalar aytishgan, "Men shokay qilaman seni. Men yordam beraman seni. Men sana aytaman, kirasan." Deganda men aytganmanki, endi o'zbekmiz-ku. 100% deb bo'lmaydi. Odamlarning orasida shunaqa narsa ham bor-da. Mana baribir vaqt o'tgandan keyin sizni yuzingizga uradi-da, "Men seni shokay qilganman, men seni ishga kirgizganman" degan narsa bor-da. Men o'sha narsani Rossiyada ko'rganman, shu narsani. O'sha uchun ham Osakada bo'lgan paytim birovni yo'l yo'rig'idan yurmay, ish topib beraman desa ham, yo'q kerak emas, menga o'zim tilim yaxshi qolib, o'zim topaman ishchi deganman. Вот Osakada Meruzu degan burgerxonada, mana bu hozirgi McDonald's bilan bir xil eng katta parki bor Osakani. Universal City'midi? Universal ismi esimdan chiqib qoldi. O'shanda eng katta parkning ichida, sentrda biz ishlardik. Borib kelishimizni o'ziga 2,5 soat ketib qolardi, 3 soatga yaqin ketib qolardi, chunki uzoq edi-da. Lekin kombiniga nisbatan u yoqdan oyligimiz yaxshi edi. Nechi Kombinida qiziq joy eshidi. Biz o'zbekmiz. Biz pulga qiziqamiz. Qiziq joy shu. Endi Lekin bu o'sha katta narsa pul topmaganman yo'qdan. so'ralayotganning ham sababi ko'pchilik hozir bizdan kuzatayotganlar ham, anunda suhbatda qatnashayotganlar ham ko'pisi Yaponiyaga bormoqchi bo'lganlarda, ular oldindan shu bilib ketish kerak, xarajati bilan daromadini taqqoslab ko'rish kerak. O'zi yashashga arziydimi, o'qishga borib, o'sha o'qishga arziydimi? O'sha uchun. Boshdan bir narsani aytib qo'yay, agar pul topish maqsadida kelayotgan bo'lsa, bu yoqqa Yaponiyaga razman qanaqadir pul qilaman-da-yu, keyin uyga qaytaman deb kelayotgan bo'lsa, agar adashadi. Kim shunaqa niyatda bo'lsa, men pul topib kelaman-da, shu 3-4 yil ichiga mamlaqa ishlar qilaman deyotgan bo'lsa, adashadi. Kelisham kerak emas deb o'ylayman, agar shunaqa natija o'ylayotgan rejasi bo'lsa. Boyagi savolga qaytadigan bo'lsak, Osakada 11 man olardim. 11 man o'sha paytda 11 man 12 man chiqardi. Nech pul bo'lardi endi? Dollarda где-то bir $700 bo'larmidi, $800 bo'larmidi? Shunaqa topardim. Nima uchun buncha kam desangiz, men tilim yaxshi emas, bu birinchisi. O'zim aybim u. Tilimni yaxshi qilmaganim, shunaqa kam pul topganman. Keyin ko'proq kuchni tilga berganligim uchun ko'proq vaqtim dars qilish bilan o'tgan. Haftaga 3 kun ishlardim. Qolgan 3 kuniga shu Yaponiyaga yangi kelgansiz, 1 metr yursangiz ham yangilikda siz uchun. Rasmga tushasiz, videoga olasiz, bu bunaqa ekan, bu bunaqa ekan, O'zbekiston bilan solishtirasiz, Rossiya bilan solishtirasiz. Shunaqa. Keyin bu yerda narsa arzon ekan, texnikalar zo'r ekan, olib kelgan pulingizni ishlatib qo'ygingiz keladi. Bir narsalar olib qo'ygingiz keladi. Hali oylikdan darak yo'q. O'zbekistonga bir narsalar jo'natgingiz keladi. O'shanday qilib boshiga sal adashganmiz, noto'g'ri ish ekan, bunaqa qilish kerak emas ekan. Chunki 6 oydan keyin bizga haqiqiy Yaponiya hayoti boshlandi-da keyin. O'sha 6 oydan keyin bitta chuqurga tushdik biz. Gruppovoy tushdik-da o'zim bu yerga yamaga, chuqurga. O'shandan keyin pulni kamroq sarflaydigan, o'ylab sarflaydigan, kerakli narsaga sarflaydigan bo'ldik. Где-то $700-800 atrofida edi oyiga. Topgan pulimiz Osakada. Tokiodachi hozir? Tokioda ancha baland. Tokioda ancha baland. Chunki 2 yil tilni o'qidik. Tokio kelishimiz ham qiziq bo'lganda, Tokioga ham bizlar bilan gaplashgan odamlar, xuddi sizga o'xshab gaplashgan odamimiz Tokioga shunaqa, kelsang shunaqa bo'ladi degan odam bu yoqqa kelganimizdan keyin
boyagi bizlarni gaplashgan gapimiz bir-biriga to'g'ri kelmay qolgan. To'g'ri kelmay qolgan. Biz unga ishonib uncha harakat qilmay, uncha ko'p pul olib kelmaganmiz. Kontraktda 2 marta to'laganmiz, короче. Eng qizig'i bor-ku. Mana bu hozir Tokiyoning o'zida shunday maktabga kelganimizdan keyin yana qaytadan kontrakt to'laganmiz. Osakada o'qigan maktabimizda kontraktimizni $1,500 qolib ketgan har birimizdan. 3 kishi, 4 kishi kelganmiz. $1,500 qolib ketgan. Ololmaganmiz uni, chunki bizning haqqimiz yo'q edi. Maktab tashlab ikkinchi bu maktabga o'tishga haqqimiz yo'q edi. Shu pul topish maqsadida. Tokioda daraxtda pul o'sadi. Tokioga borsang agar menimcha bu yoqda $9 dan olsang, Tokioda $13 dan olasan, $15 dan olasan degan narsalar ko'p eshitganimizdan keyin kelib qoldik. Lekin unchalik razlika yo'q ekan Osaka bilan Tokioda. Hech qanday bir katta farq yo'q, lekin Osakadan Tokioning yaxshi tomoni siz любой время ish topa olasiz. Agar tilingiz yaxshi bo'lsa. Любой время ish topa olasiz, tilingiz yaxshi bo'lsa. Agar tilingiz unchalik bo'lmasa, agar shu Maboyaga aytganimdek birovdan so'rab, yordam bergin, buna qilgin deb yurasiz. Yordam so'rab. Tushunarli. Birinchi o'rinda Yaponiyaga borish uchun xohish kerak, harakat kerak, uchinchidan yapon tili darajasi kerak. To'g'ri? Shu til bo'lmasa qiyin. Men o'zim qiynalganman chunki, hozir ham qiynalaman. O'zimni bilimimdan, o'zimni gapirish shu til o'rganganimdan qoniqish yo'q menda. O'sha uchun hali zo'r emasman deyman-da. Hali yana bo'lish kerak, yana o'qish kerak, yana zo'r qilish kerak. Endi bir olguncha ketish kerak deyman-da. O'zimga o'zim aytaman shundan so'ng. Hozir til darajangiz necha? N3. Zo'r. O'sha N2 ni o'qiyapsiz-da bu degani. N2 ni ham tugatib bo'lganmiz, lekin topshirmaganmiz. Birato'lasi N1 ga topshirib, N1 uraman deb. Xudo xohlasa, N1 ga harakat qilyapman. Shu yil maqsad N1 ga chiqish. Shu yil qo'ygan maqsadim N1 ga chiqish. N1 olsangiz sizga men endi o'zbekdan emas, chista yapon bilan gaplashgan paytim yaponni o'zi aytayapti-da. Shu N1 u ham yaxshi tushunadi. JLPT deydi. N2 deydi. N1 bo'lsa deydi. Bemalol любой kompaniyada shayin bo'lib olasiz-da. Firma xodimi degani-ku shayin. Firma xodimi bo'lib olasiz. Sizga ko'p joylar ochiladi. Ko'p yo'llar ochiladi. Plus ko'p, minus yo'q. N1da. Hozir til maktabini shu yil bitirdingiz-a, adashmasam. O'sha bitirib diplomni olib. Endi qayerga harakat qilyapsiz hozir? Universitetga, kollejgami? O'tgan yili biz o'sha kirib bo'ldik Semon kollejga. Universitet bilan uroveni bir xil. 4 yil o'qitadi, 2 yil o'qitadi. Men bilan kelgan bolalar yoshi sal kichikroq edi ularni. Ular uncha 4 yillikka topsa 4 yillik kirdi. Men 4 yil o'qimayman, hali endi yoshim katta-da, shuning uchun 4 yil o'qimayman-da, 2 yil o'qib boshqa harakat qilaveraman deb 2 yilga topshirib, o'tgan yil kirganmiz o'qishga. O'tgan yursiz. Keyingi hafta dushanba kundan o'qish boshlanadi. O'qishi birinchi kuni boshlanadi. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Bir kundan keyin. Til maktabi qanaqa yordam berdi bu shu kollejga kirishingizga? Yordam berdimi? Qanaqadir joylarda suhbatdan o'tishdimi? Glavniy ishni til maktabi qildi desam bo'ladi, chunki til maktabida o'sha bitiruvchi bo'lgan bolalarga ular shokay qilish degan narsa bor, keyin setsimay qiladi, tushuntiradi. Masalan, o'sha kimni qanaqa urovendaligini biladi-ku. Masalan, kimdir yaxshi o'qimaydi, o'sha N4 bilan yuribdi xolim. Kimdir
hali ham M5 bilan yurganlar bor-da. Eng qiziq, hali ham M5 bilan yurganlar bor. O'sha M5 bilan yurib, kombinda ishlab yurgan bolalar bor. Da ular qanaqa desam bo'ladi? O'qishga, ishga ana messenger orqali kirmagan ular. Ular через kirgan bolalar. Shunaqa bolalar bor. Ularga aytadi-da, shu mana bunaqa kollej topshasang bo'ladi, mana bunaqa kollej topshasang bo'ladi, o'sha уровеньga qarab. Agar siz o'sha maktabda, til maktabida o'zingizni kimligingizni ko'rsatib qo'ygan bo'lsangiz, shu именно Xitoy emas, Koreya emas, Bangladesh yoki Shri-Lanka, Hindistonlik emas, o'zbekligingizni ko'rsatib qo'ygan bo'lsangiz, mana shunaqa deb o'zingizni bildirib qo'ygan bo'lsangiz, sizga boshqacha muomala qilishadi. Anusi bor demoqchiman-da, ana уровени bor. Masalan, boyagi M5 ta oldiga borib, mana shu topshasang bo'ladi desa agar, sizga kelib 4-5 ta variant qayerga topshirasan deydi. Tushunarli. Razizsan tushunyapsizmi? Avot, mana shunaqa bo'ladi. O'shanaqa qilib, bizaga 3 ta variant ko'rsatgan. 3 ta variantdan birinchi joyga borganimizda Chibaga borganimizda undan 4 kishi borganimizda 3 kishi yiqilganmiz. Bittamiz kirdi u yoqqa. Lekin juda bir menga yoqqan o'qish joyi edi, juda yoqqan edi. Imtihoni ham juda oddiy bo'lganda, shunday borib sizdan boku shu 4-5 ta gap so'ragan bo'ldi. Ashi bilan kirib ketish kerak lekin. Juda oson bo'lganda. O'shanga ham eplolmaganmiz-da, 4-5 ta gapda ham birinchisi bo'lganigami, hayajon bosganigami. Ismingizni so'rasa agar boshqa narsani aytib o'rganimiz, shunaqa bo'lib ketganda hayajon bosgan. Bo'ladi. Keyin undan keyin ikkinchisiga bordik. U yoqqa qiyinroq bo'ldi. U yoqqa ham messenger bo'ldi. Savol-javob suhbat. Matematika test bo'ldi. Undan keyin geometriya testi bo'ldi. Undan keyin Nihongo, yapon tili, kanji, bunpo, chokai hammasi testi bo'ldi. Общий 3 ta bosqichdan o'tasiz, keyin 10 kundan keyin javobini sizga aytadi. Unga Xudoga shukr, ashi birinchi qatorlarda deydi, nima deydi, shunaqa qilib ketdik. Zo'r, tabriklayman. Rahmat. Buyog'iga ham Xudo xolasa yaxshi bo'lsin. Xudo xolasa, nasib Xudo xolasa. Hozir endi keyingi savol, u yaponlarni o'zbeklarga munosabati qanaqa? Adashmasam, 1 yil oldingiga yoki 2 yil oldingiga nisbatan ozgina o'zgargan deyishyapti. Shu hozir yuborayotgan studentlarimiz orasida ham ko'pchiligini hozir o'zbeklarga nisbatan o'zbekmi desa, o'sha oldingidek yaxshi munosabatda emas deyishyapti ko'pchilik. Rostdan hozir shunaqami? O'quvchilar qabul qilishda ham hozir shunaqa ekan. Studentlar o'sha sizdan boshqalar bilan suhbat qilganda ham ular ham shunaqa narsa gapirishyapti. Yoki ular yashash joyida shunaqa bo'lib qolganmi? Tak, o'zbeklarga munosabati misol o'zingizga bo'lgan munosabat, yaponlarni o'rtoqlaringizga bo'lgan. Xuddi siz eshitgan gapni men ham eshitganman. Shu o'zbek deb eshitsa agar ishga olmaydi, o'zbek deb eshitsa agar unaqa qilmaydi. Ikkita narsa bor-da, men o'zim fikrim, ikkita narsa bor. Unchalik shuni eshitganman, shunaqa gapni siz aytgan gaplarni eshitganman-da, lekin men o'zim guvoh bo'lmaganman. Shu o'zbeklar ham unaqa bo'ladi degan narsa bo'lmagan. Chunki qarang, men ishlayotgan joyda menga noldan o'rgatishdi ishni. Yapon bo'lmasa, o'zbek emas ichida. Hammasi yapon bo'lyapti bor-ku. Yapon noldan o'rgatishdi, bu bir. Ikkinchisi, biza aytamiz-da, shu messenger bo'lgan payt aytamiz, biza O'zbekistonlik musulmon biza. Bizani oynoriy vaqtimiz bor. Ya'ni ibodat vaqti, namoz vaqti bor. Kuniga 5 mahal namoz o'qiymiz. Endi aslida yakinda ishlaganim uchun ko'proq xufton bilan bomdod ish paytiga to'g'ri kelib qoladi. Qarang, bo'lmasa yaponni bor-ku, bu yerga men bilan suhbat qilgan yaponni menga u meni anularimni primat qilishga uni anusi yo'q-da, usloviyalarimni. Men primat qilishim kerak uni usloviyasini. Вообще-то men boryapman uni oldiga ishga. Lekin u
aytganki, agar degan shunaqa vazifalaringiz bo'lsa, shunaqa farzlaringiz bo'lsa degan, namozingni ham o'qi degan. Ishingni ham qil degan. Mana bu namoz o'qimaysan, yo bunaqa qilmaysan demagan, tushunyapsizmi? Men bu ishimda ham juda spokойный edi, xuddi bir shu Oysha xolam uyda yurganda yuraman. Qo'pol qilib aytganda. O'sha darajaga chiqib borgan demoqchiman-da. Kollektiv bilan shunaqa darajada yaqin biza. Xudoga shukr deyman shu narsaga. Ular har tomondan meni tushunishadi. Har tomonlama. Tilni bilmayman-ku unchalik. Men ular darajada bilmayman-ku. Men bilan gaplashgan paytda ham Zufriddin-san deydi, ha. Mana bunaqa emas, bunaqa. Mana bu yoqqa mana bunaqa gapirmadi, mana bunaqa bunday qilib gapir deb naborat menga o'rgatishadi-da. Endi men uchratgan narsa shu. Men masalan shuncha yurgan bo'lsam, menga nisbatan, masalan, men ham o'zbekman. Menga nisbatan hech qanday sen o'zbeksan, seni ishga qabul qilmaymiz degan narsa bo'lgan yo'q. O'shanaqa bo'lgan joylarda endi men o'zim o'ylashim bo'yicha hamma narsa shu odamni o'zidan zavисит qilsa kerak. Chunki maktabda ham, Osakada ham ko'rganman, bu yoqda ham ko'rganman. O'zimizda o'zbeklar sal boshqacharoqda maktabda. Men bilmadim nimaga bunaqa. Boshqa millat vakillari ham o'qiydi, ular ham xuddi bizga o'xshagan odam, ular ham shu gakusey talaba. Lekin nimagadir bizani millat vakillari ayrimlari, ko'p emas, ayrimlari qanaqa desam bo'ladi? Vaqtim o'tkazib qo'ygandek-da. Meni xayolimda shunaqa, biriktalari bilan men gap tortishib qolganman, tushuntirganman shu narsani. Biza o'zimizni emas, yo san o'zingni emas, butun o'zbek nomidan turibmiz biz bu yoqqa. Sal oldi-orqaga qarab ish qilish kerak. Nima desam bo'ladi? Bitta narsa bilan butun o'zbekni yomonlab qo'yish mumkin-da. Chetda shunaqa bo'ladi. Shunaqa bolalar bor. Afsuski shunaqa bolalar bor. Qanaqa qilib viza chiqqan ularga men tushunmayman. Qanaqa qilib kelib qolgan bu yoqqa? Shuncha nima desam bo'ladi? O'ziga uverenniy bir maqsadi bor, rejasi bor, qanaqadir yangiliklar qilaman degan bolalarga viza chiqmay qolishi mumkin, kelmay qolishi mumkin. Qanaqa bir nima desam bo'ladi? Bir kalasida a harfi ham yo'q bo'lgan bir bezmadaniyat deydimi, nima deydi? Shunaqa bolalar kelib qolganda, qayerga kelib qolgan bilmayman. Endi taqdir. Bo'lishi mumkin. Tushunishmaydi, shu narsani tushunishmaydi. Tushunsa normal bo'lib ketadi, tushunishmaydi-da. Shunaqa. Qarang, yana bitta savol bor. Yaponiyaga borayotganlarga hozir qanaqa maslahat berasiz? Hozir mana aprel potokda o'sha bizning o'zimizda ham vizalar chiqqan, o'sha borayotgan bolalarga. Shular orasida ham ulardan hozir yo'q ekan suhbatda, hali o'qishga ketmoqchi bo'lgan studentlar bor. Suhbatimiz jarayonida qatnashyapti. Ularga qanaqa maslahat berasiz? O'sha aprel potokda kelayotganlar anonsi bormi? M5, N4 degan boyagi sertifikatlar olganmi? Bor. Hozirgi kunda ana sertifikatsiz talaba yubormayapmiz. O'sha sertifikat olib, keyin ketasan degan narsa bor. Juda tilni yaxshiroq qilib u yoqqa borib qiynalmasligi uchun. Qaysi sertifikat? N4 mi, M5 mi? Eng kamida M5 bor hozir hammada deyapti. M5 qo'lida bor, M5. Maslahat desangiz, maslahat nima? Glавный birinchi o'rinda til. O'zim qilgan xatoni o'sha boshqa qilmasin degan ma'noda. Men o'zim o'g'aynim ham hozir mana shu ana chatda ham bo'lsa kerak. Chatda ham bor ekan. O'zim o'g'aynim ham men aytdim, o'sha men bilan gaplashib kelgan paytda ham aytdim. Do'stim, shu agar harakat qilsangiz Yaponiyaga tilni yaxshi o'rganing. Tilingiz bo'lsa, siz shu eng shu o'qigan narsam, hurmat qilgan narsam odam bir-biriga ishonmasligi. Qaysi ma'noda? Suyanib qolmasligi. Do'st bo'lgan bo'lsangiz, do'stingizga ishonasiz, to'g'ri. U narsa bor narsa, lekin men aytmoqchi bo'lgan narsam, mana qarangda, masalan, men jo'ram o'sha yoqqa yoki men do'stim o'sha yoqqa deb borasizda, unga ishonib qolasiz-ku. Siz juda ko'p mas'uliyatni o'zingiz his qilmaysiz-da, boyagi odamga ishonib qolasiz. O'shanda bo'lmasligi uchun men aytamanki, tilni zo'r o'rganib kelsa,
yo'q Rossiya emas, yo'q qanaqa desam bo'ladi, korrupsiya rivojlangan joy emas. Juda boyagi hamma narsaga nima desam bo'ladi, e'tibor bilan qaraydigan odamlar-da. Sizni tilingiz zo'rmi, ishga qabul qiladi. Sizdan pul so'ramaydi, sizdan mana dokument olib ket deb so'ramaydi. Masalan, shu suhbat payti taq shu bergan savoliga yopishtiryapsizmi og'ziga, shu savolni yopishtiryapsizmi, bo'ldi. Sizni qabul qilaverishga. Ishni bilasanmi deb ham so'ramaydi sizdan, eng qizig'i. Tilingiz zo'rmi, bo'ldi. Главный kim kelayotgan bo'lsa, O'zbekistondan Yaponiyaga tilga e'tibor bersin, tilni zo'r qilsin. Men o'zim qilgan xato shu. Tilni zo'r qilsa, menimcha maqsadga ham muvofiq bo'ladi, bu yoqqa kelib birovga ishonib ham qolmaydi-da. Hozir agar gruppaga bitta kirib, shu Yaponiya gruppasiga bitta kirib qarasa, agar juda ko'p kishi mana shokay qiling, ish bormi, Seven'da ish bormi, Family Mart'da ish bormi, Lawson'da ish bormi, Mini Stop'da ish bormi deb juda ko'p kishi yozadi, juda ko'p kishi. Keyin men o'sha narsani o'ylayman, bolalar qaranglar, Yaponiyada, Tokioda bo'lsanglar ish ko'p. Birinchisi, Google Map'ga kirasizlar. Google Map'ga kirib 7-Eleven'da bitta poyezd berasizlar, millionta 7-Eleven chiqadi Yaponiyada. Shu Tokio o'sha yashayotgan joydan. Til bormi? Tushunasizlarmi? Gapirsa tushunasizlarmi? Ha, gapirsin. Telefon qilinglar, so'ranglar, ish bormi, yo'qmi? Agar yo'q bo'lsa yo'q deydi, bor bo'lsa bor deydi. Bor desa agar sarazi mesej oladi, suhbat oladi. Mana shu kun bora olaman. Boradi, mesej gaplashadi, ishga qabul qilinadi. Ammo gruppada masalan shuncha nima desa bo'ladi. Odamlarga ish bormi, ish beringlar, yordam beringlar. Eng qizig'i o'zbeklar ichida shunaqa narsa bor. Ishga kirgizib qo'yaman, shokay pul berasan deydi-da. Shunaqa o'zbeklar ham bor. Shokay pul berasan deydi. Men kirgizib qo'yaman ishga, shokay pul berasan deydi. Yapon unaqa qilmaydi. Qarang, qanaqa biznesda yo'lga qo'yib olgan bular. Вот. Maslahat shu, birinchi o'rinda tilni zo'r qilsin bo'ldi. Tilni zo'r qilib olib kelaversin. Keyin faqat pul topish maqsad bo'lmasin-da, Yaponiyaga kelgandan keyin. Agar shunaqa bo'lsa, agar hech narsaga erisha olmay ketadi-da. Polibom bizning uydagilar ota-ona yuborgandan keyin ular ham o'ylashadi, что baribir pul yuboradi o'g'lim yoki qizim, qanaqadir pul ishlaydi, qanaqadir summada shunaqa bo'ladi, yordam beradi deb o'ylashadi. Lekin baribir chetdan gaplashgan paytda siz haqingizda ular boshqa odamlar, qarindoshlar so'rashadi-da, polibon menda ham bo'lgan bu narsa. Ha, o'g'lingiz qayerga? Yaponiyaga. Ha, necha yildan, 3 yildan beri. Достижение bormi? Qanaqadir natijaga erishdimi? Nimadir qilyaptimi degan narsa bo'ladi-da. O'sha payt ota-ona uyalib qolmasligi kerak. Agar o'sha payt ota-ona jim bo'lib qolib, ishlayapti, shunchagina pul ishlayapti, faqat pul yuboryapti, bo'ldi, hech qanday достижениесі yo'q desa, nima uchun Yaponiya bordi bo'lmasa, shunaqa rivojlangan davlatga deb gapirishi mumkin-da. O'sha payt ota-onangiz masalan, o'g'lim hozir mamlaq qildi-da, mamlaq qilib endi mana bu yoqqa o'qish topshirdi. Keyin rejalari bor, mamlaq qilmoqchi, bunaqa qilmoqchi deb aytsa, bu boshqa urovenda. O'shanday bo'lishlikni maslahat beraman. O'shanday harakat qilishlikni. Xudo xolasa. Zo'r. Qachon O'zbekistonga qaytmoqchisiz endi, Xudo xolasa? Qaytmayman deyim. Qoldi. Ne, bizani bar o'zbekmiz-ku, O'zbekistonga qaytamiz, nimaga qaytmaymiz? Lekin qilishimiz kerak bo'lgan ishlar ko'p-da, Xudo berdi. Bu yoqda endi bilmadim kim qanaqa o'yladi, kimning qanaqa fikri bor. Meni fikrim bu yoqdan erishish kerak bo'lgan ishlar, keyin bu yoqdan erishilgan ish bilan O'zbekistonda qiladigan ishlar ko'p-da, bir-biri bilan bog'lab. Men 3-4 yil yoki 5 yil yoki 6 yil ishlab, просто так shuni ishlab, boyagi kombinida yoki arubayto qilib, arubayto degan qo'shimcha ish degani. Arubayto qilib O'zbekistonga qaytish niyatim yo'q. Endi borib kelish niyatim bor, bunday borib qaytib kelaman-da, lekin
shu narsani o'ylab turuvdim, shu suhbat payti ham aytsammi, aytmasammi deb. Shu где-то 5 yil bo'lsa kerak, Xudo xohlasa shu 5 yil. 5 yil ichiga agar Xudo xohlasa, Xudoyim yetkazsa, 5 yil ichiga yana bir suhbat qilsak, Xudo xohlasa, endi 5 yildan keyin. Men sizga o'sha men hozirgi aytgan gaplarimni aytaman, o'sha mana shu aytgandim, shunaqa natijalar bo'ladi deb aytgandim, mana shu natijalarga qildim, mana qildim deb, Xudo xohlasa o'shalar bilan aytib, nima desam bo'ladi? Maqtanaman deymi, nima deymi? Shunaqa bo'ladi-da. O'shanday urovingga chiqish niyat. Keyin O'zbekistonga qaytish, Xudo xohlasa. Nasib. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa shunaqa. Bo'lmasa Yaponiyaga borish kerak, shunaqa xulosa bo'ladi. Borishdan oldin maqsadni aniq qilish kerak, niyatni to'g'ri qilish kerak, harakat qilish kerak, yapon tilini o'rganish kerak. Shunaqa boyagi nima desam bo'ladi, miflarga ishonib kelmasinda bolalar. Chunki siz ham xabardor bo'lsangiz kerak, Yaponiyada yen juda ko'p o'ynayapti dollarga nisbatan. Keyin nima desam bo'ladi, gakusei talaba 28 soatdan ziyod ishlashi mumkin emas. 28 soatdan ziyod ishladimi, уже bu minus. Nimaga minus desangiz, birinchi o'rinda vizaga, buni dalish hayotiga. Endi 28 soatdan bizdan o'zbeklar faqat 28 soat ishlamaydi, u aniq. Bizanikilar ko'p ishlaydi. Chunki boshqa millat vakillari bilan gaplashgan paytim ham ular aytadiki, o'zim boqib yursam bo'ladi deydi-da, lekin bizdan o'zbeklarga unaqa narsa emas-da. Bizdan o'zbeklar ota-onamni ham boqishim kerak deydi-da. Aslinsi bor, keyin zo'r o'ziga to'q bo'lgan oiladan Yaponiyaga ko'kish kelmaydi. Ana bu masalan qiyinchilik ko'rgan, qiyinchilikdan chiqqan, shu nimadir harakatda bo'lgan odamlar ko'proq keladi Yaponiyaga. Shu Yaponiyada ham vaqtim bekorga o'tmasin degan ma'noda ko'proq ishlab qanaqadir natijaga erishay deb harakat qilishadi. Shu yaponlarni robot deydi-da, shu har kun ishga boradi, qaytib keladi deydi, lekin shu robotlar ham haftaga 2 kun dam oladi-da. Shanba, yakshanba kun dam oladi. Bizda o'zbeklar dam olmaydi. O'zimdan misol qilsam agar, mana shu bugun ham mana hozir suhbat tugagandan keyin 2 soatdan keyin ishga chiqib ketaman. Вот ertalab soat 9 gacha ish. 9 gacha ishlaymanda, keyin kelib shu zal yana darslar, o'zimni pitaniya qilib, bir 4-5 soat uxlaymanda, yana qaytadan ketaman ishga. O'shanaqa. Qiyinroq. Juda qiyin desam ham bo'ladi, qiyinroq. Lekin harakat qilsa bo'ladi. Rejalashtirib yurish kerak ekanda bo'lmasa. Vaqtingizni. Reja qilmasangiz qiyin. Mana shu suhbat bo'lishdan oldin ham 2-3 marta aytdim. Agar suhbat qilmoqchi bo'lsanglar, mana hozir qilsanglar agar yaxshi, vaqtim bor. O'sha mana maktab boshlagandan keyin, o'qish boshlangandan keyin shu masalan bo'ladi, oradagi 1 soat 15 minut, 20 minut bo'lgan vaqtga ham anoda qiyin-da, topish qiyin bo'lib qoladi. Hammasi hisoblanganda, chunki men bu soat ma'lum qilaman deb qism qo'yilgan. Qiyin narsa. Shunaqa. Mani savollarim o'sha bizda tomondan tushgan savollar tugadi. Endi kommentariyada yozgan savollar bor. Shularni o'qib beraman. Xo'p. Tokiodan boshqa shaharlarda o'qish qanaqa deb yozibdi? Tokiodan boshqa shaharda o'qish qanaqa? Endi men boshqa shaharga bormagan, bitta Osakada bo'lganman. Mana bitta plus narsa, men endi kelmoqchi bo'lganlarga. Iloji boricha Tokio qilmanglar. Iloji boricha Tokioga viza qilmanglar, chunki Tokioga viza chiqish qiyin. Taraf katta. Iloji boricha shu Nagoya, Kyotogami, Nagoyagami, Osakagami viza qilib, kelib olib, 2 yil o'sha tilini o'rganib, o'sha yoqqa 2 yildan keyin Senmon, mana shu katta universitetmi yoki kollejmi topshirayotgan paytda Tokioga o'tib olsa bo'ladi.
o'shana qilib kelsa agar yaxshi. Boshqa shaharlarda o'qish deganda hamma joyda Yaponiyada bunday bo'linish degan narsa yo'qda. Mana bu shahar zo'r, mana bu shahar uncha zo'r emas, uncha rivojlanmagan degan narsa yo'q. Hamma joyda rivojlanish bir xil. Qayerga borsangiz 2.15 1.30 bo'lib qoladi. Chunki Osakada bo'lgan paytimiz kam topgan bo'lsak ham, lekin yeb-ichish juda kam bo'lgan, arzon bo'lgan. Bu yoqqa kelyapmiz, yaxshi topyapmiz, lekin yeb-ichish qimmat. Qolgan narsalar qimmat. 2.15 1.30. Hech qanday razницasi yo'q. Mana shu farqi bo'lsa kerak. Rahmat. Keyingi savol, o'qishni qanaqa qilib perevod qilgansiz? Shu Osakadan Tokioga. Osakadan Tokioga. Perevodni men qilmaganman. Perevod 4 kishi bo'lib, o'zi bu fikr mendan ham chiqmagan o'zi. Boshqa kishidan chiqqan, keyin men erishib qolganman-da bu narsaga. Perevodda qanaqa qilganmiz? Bitta maktabni filial bo'lganmi shunda? Bitta filial Osakada bo'lsa, boshqa filialga ko'chib o'tgansiz, to'g'rimi, adashmasam? Yo'q, bu yoqda umuman boshqa maktabgami yoki? Da. Agar qarangda, masalan, o'sha maktabda filiali bo'lsa agar, men kontrakt to'lamasligim kerak edi. Bu umuman boshqa maktab. Короче, biz Osakada bo'lgan paytimiz oramizda bitta kichkinamiz bordi. U Tokio ketishim kerak. Tokioda unaqa ekan hayot, bunaqa ekan hayot deb har kun shu harakat qilib, undan so'rab, bundan so'rab, oxir bir odam topdim dedi-da. Tokioda bir odam topdim dedi. Bir qarindosh, bir shu Jizzaxlik, bir oldin kelgan ekan u bola. Davay, keling Tokioga, mana o'qishga perevod qilib qo'yadi. Shu o'qishga o'sha kelgan joydan davom ettirasizlar degan. Keyin biz aytganmiz, shunaqa oddiy bo'ladimi? Shuni bizdan bu yerdan chiqib, shuna borsaga shunday qabul qilaveradimi? Hech qanday qiyinchilik bo'lmaydimi? Desa agar, yo'q, hech qiyinchilik bo'lmaydi. Ozgina pul olib kelsanglar, mana bu to'laydigan kontraktlaringizni 3 oydan keyin to'laydigan qilib qo'yamiz. Aytdim-ku sizga boshida, bu yoqdagi gaplashgan gapimiz kelganimizga to'g'ri kelmagan. Shunaqa deyishgan, biza bu ishonib, bu Tokio bo'ldi, pullar shahri. Bo'ldi, ketamiz deb Osakadagi boyagi Kawachi sensei bordi. Kawachi senseiga aytganmiz. Shunaqa ketamiz, unaqa. U boshida juda hayron bo'lgan. Nima uchun bizning maktab yoqmadimi sizlarga? Nimaga ketmoqchisizlar? Qanaqadir e'tirozlaringiz bormi bizning maktabga? Qanaqadir sensei shu sizlarga dars o'tgan payti yoqmayaptimi? Yo shu bilimni sizlarga yetkazib bermayaptimi? Nima muammo bo'lyapti? Yoki uyda qanaqadir muammo bo'lyaptimi sharoitlaringizda deb so'rayapti-da. Sharoitni zo'r qilib qo'yib berganda, uyda bor-ku, shu o'qiydigan odam bo'lsa bor-ku, maza qilib o'qiydi yo'da. Sharoitni chot qilib qo'ygan biz ya. Boyagi har birimizga ajin-ajin komnata, hamma narsa bor-da. Yangi, yana eng qizig'i hammasi yangi. Biz aytdik, keyin yo'q, biz Osakada ozgina qiynaldik, o'zbeklar yo'q. Keyin halol mahsulotlar topish qiyin. Ish ham topa olmayapmiz deb aytib, ko'nglini og'ritmay yo'qdan chiqdik-da. Bu yoqqa kelganimizdan keyin noyabr oxiri, dekabr kelganimizda havo sovuq, qish, na uy bor, na gaplashgan maktabimiz bor. Iya deganimizda, chunki biz qaytib orqaga qayta olmaymiz-da, Osakaga qayta olmaymiz qaytib. Hamma eshiklarni yopib kelganmiz. Bu yoqqa kelganimizda bu gaplar to'g'ri kelmayapti-da hammasi. Keyin olib kelgan pulimiz uncha yetmaydi. 4 kishi biz, 4 kishiga uy topishimiz, birinchi o'rinda uy topishimiz kerak. Sovuq, havo sovuq. Uy topish kerak. Maktab bilan gaplashsak, maktab shunday bordik, gaplashamiz maktab bilan, maktab aytibdiki, bizga 3 oy deyishdi-da, 3 oydan keyin berasan kontrakt deyishdi. U maktab aytibdiki, shu kirganlaringizdan 10 kun o'tib kontrakt to'laysan deyapti. Kontrakt, men sizga aytaman hozir kontrakt necha pulga. Biz to'lashimiz kerak bo'lgan kontrakt где-то 70 man.
70 manis. Tak, 1,5, 1, 4, 500 4,5, yevro. 4,5, $5,000 bo'ladi. Hmm. 4,5, $5,000 to'laysan deyapti, keyin kirasan o'qiysan deyapti. Agar yo'q desanglarki o'qimaysan deyapti. Biz shunaqa anavga tushib qolganmiz boyagi narsaga. Nima bo'ldi? Bo'ldim, tugadim deyapmiz-da. Vizamiz endi bo'lmaydimi? Maktabga kirsak, bizning vizamiz продление bo'ladi-da, cho'zib beradi. Yana 1 yilga. Keyin ketdik-ku, ish qidirish kerak, ish topish kerak deb shu qanaqa joy bo'lsa hamma joy kallani suqib ish deb, Allohga ming qatla shukr. U kunlarni hech ko'raman, hech kimga bunaqa qilishni aytmayman, что bu yoqdan bu yoqqa ketishdi, perevod qilishdi. Aytyapman-ku, qayoqqa borsa ham 2 yil til kursini o'qib, til kursidan zo'r bo'lib, Semmonga o'tgandan keyin shaharni o'zgartirsa bo'ladi. Kollejga o'tgandan keyin. Da. Kollejga o'tgan. Kollejmi, universitetmi, institutmi, endi uni xohlagani o'shanga o'tgandan keyin shaharda o'zgartirsa bo'ladi. Maktab vaqti o'zgartirmasin. Biz juda qiynalganmiz. To'g'risi. Keyingi savol. Ish vaqti qancha, oyliklari qancha? Tak. 7 yil, 8 yildan beri mana $2,000 ishlayotgan odamlar bor. Sizga boya aytgan boyagi hech narsaga bir umidi yo'q, bez plan, bez maqsad, bez sel deydimi, nima deydi shunaqa. Shunaqa bolalar bor. Shu 8 yil, 9 yil, 10 yil bo'lgan bolalar bor. 80-90 manga ishlayotgan bolalar bor ITda. Eshitdim bu narsani. Ularni qanaqa anisi? Til zo'r, M1. Angliski yazigi zo'r. Nima desam bo'ladi? O'sha o'qigan joyi, masalan, kollej yoki universitet, o'sha kollej emasda, universitetda o'qishgan. Har tomonlama Yaponiyada ancha yashab bo'lganda ular, mana bu 2-3 yilda men 4,000, 5,000 topaman deydi-ku, unaqa narsa yo'q narsa, bo'lmagan narsa. Ne fakt u. Shu 5-6 yil yashab bo'lgandan keyin qanaqadir dastajeniyaga erishgandan keyin shu o'layotgan pullaringizni topasiz, asosda topasiz. O'shanday. Yaponiyada hozir men ishlayotgan joyda ikkita joyda ishlayman. Bitta joyda restoranda ishlayman, bitta joyda kombinda ishlayman. Kombinida ishlaganim bu dokumentalniy emas. Bo'lmasa, mani vizamga ta'sir qiladi. Dokumentalniy emas. Bunga bu yerdan soatiga aytmay, shu bir oy oladigan pulim 16,5 man olaman kombinidan. Restoranda kombiniga nisbatan ko'proq. U yerda dokumentalniy ishlayman. Shu 28 soat restoranda ishlayman. Yo'q, u yerda bunga nisbatan ko'proq olaman. $2,000 o'rtacha. Undan ko'proq chiqar ekan-ku endi. Primerna shu. Hozircha endi bir yil oldin 8 edi, endi 2,000 ga ko'tarildi, xudo xolasa yaxshi. Zo'r. Yaponiyaning uylari qanaqa? Shunaqa deb yozib qoldirishibdi. Yaponiya uylari keng emas, tor. Shu nima desam bo'ladi, kichkina uyda ichiga ham hammasini joylashtirib tashlagan, hamma qulaylik bor ichida. Nima deydi? Отопление yo'q bu yerda. Konditsioner. Keyin polli joylar ham bo'lishi mumkin, lekin polli joyda ko'rmadim men. Polli joy yo'q. Bilmadim, yaponlar shu narsa ko'nikib ketganmi? Men o'zimcha o'yladim, rivojlangan davlatda nima uchun отопление yo'q? Uyni isitishga qish payti deb aytib o'zim ham ko'nikib ketdim. Bez отоплениyaga ham. Отопление yo'q ekan, lekin svet, konditsioner, qolgan narsalar hammasi bor. Bo'ldi. Uy keng uy emas, tor uy.
harakat qilsa bo'ladi. O'zbek yasha oladi. Bilaman Doniyorsan. Yashab ketsa bo'ladi. Da, Rossiyada bundan battar edi. Zo'r. Bo'ldi, hozircha o'zi 1 soatdan bo'lib qolibdi. Tayyorlangan hamma narsa shu edi. Sizga beradigan savollar, bilishimiz kerak bo'lgan, so'rashimiz kerak bo'lgan narsalar. Aha. Endi hozir ko'proq o'sha Yaponiyadagi ketgan studentlarimiz bilan agar ko'rib turgan bo'lsangiz, shunaqa video chatlarni уже ko'paytirishni boshladik. Ko'pi ketayotgan studentlar ham aytganingizdek boshqa narsani xayol qilib borgandan keyin boshqacha bo'lib qolmasin deb o'sha Yaponiyani har qayerda yurganda ahvoli qanaqa, o'sha talabani imkon qadar shu narsani so'rab olamiz hammadan, shunaqa hamma eshitsin deb. Bu hozirgi suhbatimiz ham yozib olinib YouTube'ga qo'yamiz, bemalol hamma o'tib shuni foydalanib ko'rsa bo'ladi. Tokioda qanaqa, Osakada qanaqa bo'lgan, Yaponiyada o'zi qanaqa hayot, til maktabiga ketgan bolalar. Til maktabini bitirib nima bo'ladi? Ketguncha nima bo'lgan? Shunday. Ko'pni. Lichkaga yozib ham bemalol, masalan, qanaqa savollari bo'lsa bolalarni, meni qo'limdan keladigan narsa bo'lsa, men qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Savollari bo'lsa ham, masalan bo'ladi, Yaponiyadagi ishlar haqidami, pul haqidami, oylik haqidami, qanaqa o'qish bo'lsa, nima, любой savol bo'lsa, qo'ldan kelsa bemalol javob berishga harakat qilaman. Yana bittagina oxirgi savol kelibdi. Agar qarshi bo'lmasangiz, mana shu 2 minut, 3 minutda qisqagina qilib javob bersangiz bo'ladi. Shu bilan keyin tugatamiz. Hop. Til kursiga topshirmasdan to'g'ridan-to'g'ri institutga, kollejga topshirsa bo'ladimi? O'zbekistonda daraja olib. Til kursiga topshirmay, primoy topshirsa bo'ladimi? Kollejni bilmadim, lekin universitetga topshirsa bo'ladi. Rahmat. Bunga ajratgan vaqtingiz uchun. Yana bir narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Agar raz shunaqa universitetda o'qiydigan bolalar bo'lsa, qizlar bo'lsa, O'zbekistonda universitetda o'qiyotgan bolalar, qizlar bo'lsa, agar ularning imkoniyati juda zo'r, ularning imkoniyati bizanikiga nisbatan вообще ham zo'r. Agar ular O'zbekistondan turib o'sha o'qiyotgan davrida Max granti bor, ana shu grantni yutib kelsa bu yoqqa вообще shikарniy tilla bo'ladi, desam bo'ladi, bunday olib qarasa zo'r bo'ladi. Agar shunaqa qilib kelsa, mana shu menda shu bo'lmaganda o'sha payt shunaqa gaplar, qanday shunaqa gaplar menga biron kishi aytsa, men qilardim shu ishni. Kimdir institutda o'qiyotgan bo'lsa, universitetda o'qiyotgan bo'lsa, O'zbekistonda Yaponiyaga kelish niyati bo'lsa, harakat qilinglar grant yutib kelishga. Agar siz tilingiz zo'r bo'lsa, N4 emas, N3, N2, N1 bo'lsa, grant yutish ehtimoli juda ko'p. O'sha o'zingizda universitetingizda bo'ladigan Yaponiya haqidagi tadbirlar, Yaponiya haqidagi qanaqadir bir testlar bo'lsa, nimadirlar bo'lsa, o'shanga iloji boricha ko'proq qatnashib, o'zingizni aktiv ko'rsatingda, keyin bu yoqqa topshirsangiz grant yutib olasiz. Chunki meni bir tanishim xuddi shunaqa qilib kelganda, keyin so'rasam, qanaqa keldingiz desam, agar o'shanaqa qilib ko'p tadbirlarga qatnashib, o'zim ko'rsatib, til N4 dan yuqori olganimdan keyin Meksika yetib keldim deb aytgan. Imkoniyat zo'r. Hozir aeroportda ishlayapti. Zo'r. Juda zo'r. Shunaqa maslahat. Rahmat maslahatlaringiz uchun ham, ajratgan vaqtingiz uchun ham. Rozi bo'lib, rahmat. Bizga chiqib berganingiz uchun ham suhbatga. Qo'ldan kelsa bemalol. Rahmat. Bo'ldi. Salomat bo'ling Zuhriddin aka. Ishlaringizga, o'qishlaringizga yana omad tilaymiz. Rahmat sizlarga ham kattakon tashkillashtirganlaringiz uchun. Kimdir uchun bu menimcha juda zo'r narsa bo'ldi. Ko'p narsani bilib oldi deb o'ylayman. Aytilmagan ko'p narsalar bor, endi vaqtimiz yetmaganligi uchun aytolmay qoldik. Hammaga omad. Главный harakat, ishtiyoq, matsam bo'ladi. Tilni zo'r o'rganib bosish kerak, tamom. Sog' bo'ling, sizlarga katta rahmat. Salomat bo'ling. Mayli, sog' bo'linglar.